Endi muhokama qilamiz siz bilan birga, hurmatli vatandosh. Yuqorida ko'rib o'tdik, avvalchi eslading gap qilaylik, 2020-yil 8-oyning 23-kuni haftaga yakshanba. Yuqorida ko'rib o'tdik, birinchi leksiyada shundoq deyildi, Prezident Trump Jungo iqtisodi bilan Amerika iqtisodini ayirib o'taman dedi. Ish prinsip bo'yicha bo'lishi kerak dedi. Muomala prinsip bo'yicha bo'lishi kerak dedi. Agar sen bizga to'g'ri muomala qilmasang, men Jungo iqtisodi bilan Amerika iqtisodini ayirib o'taman dedi. Demak, muomalada to'g'ri muomala qilish, axloq doirasida muomala qilish, davlat axloqi doirasida muomala qilish, xalqaro tartiblar, xalqaro nizomnomalar, xalqaro qonunlar, shunday qilishki davlatning o'zaro bir-birini hurmat qilish, ya'ni axloq asosida, hurmat qilish asosida bir-biriga muomala qilish, diplomatik munosabat o'rnatish deganning ma'nosi shu edi. 40 yil o'tdi. Amerika Qo'shma Shtatlariga Xitoy hukumati qanday muomala qildi, hurmatli vatandoshlar? Bu yerda Prezident Trump nima o'ylaydi? Men buni tushunmayman, vatandoshlar. Muomala qilish masalasi ichki davlatning o'zining ichki ishi bor deyman men. O ichki ishlarni siz bilan biz tushunmaymiz, hurmatli vatandosh. Lekin siz biz biladigan muomala nuqtai nazaridan aytsak, diplomatik munosabat o'rnatishning oldi keynida Amerika Qo'shma Shtatlarining shu vaqtdagi Nixon prezident hukumati Jungo bilan diplomatik munosabat o'rnatishning oldi keynida jungoliklar yoki shu vaqtdagi Xuyabon Jungo xalqiga, shundaqla Tibet va Uyg'ur xalqiga va'da berib, Tibetga 6 moddalik siyosat, Şinjan, yani mustamlik Uyg'uristonga 6 moddalik siyosat taqdim qilaman degan edi. Agar Amerika shundaq besim ishlatmasa, agar Amerika shundaq talab qo'ymasa va yoki talab qo'ymagandan besim ishlatmaganda bu aqlga ishorat, nadonga juvaldirus. Men bir demokratik davlat Amerika sen bilan diplomatik munosabat o'rnatdim. Shunga sen Amerika diqqat qiladigan, ko'ngil biladigan masalalarga qandaq e'tibor berishni o'zing tanlab elishing degan holatimi sen ishga rayonga, ishga avtonom rayonga 6 moddalik siyosat taqdim qilding. Qani agar sen Amerika Qo'shma Shtatlariga to'g'ri muomala qiladigan bo'lsang, qani qandaq muomala qilding? Undan keyin 97-yil 10-oyda Prezident Clinton Jiang Zeminni Amerikani ziyorat qilishga taklif qilib, shu qatam Jiang Zemin 10-oyda ham kelar yili 98-yilning 3-oyida Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ishga qonuniga imzo qo'ydi. Fuqarolar huquqi, siyosiy huquq va xalqaro ahdnomasi, jamiyat madaniyat taraqqiyot, jamiyat madaniyat iqtisod taraqqiyot huquqi xalqaro ahdnomasi ishga qonunga imzo qo'ydi. Agar sen Amerika Qo'shma Shtatlariga to'g'ri muomala qilgan bo'lsang, Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosiga to'g'ri muomala qiladigan bo'lsang, bugun bu qonunlarni xalq vakillar qurultayi tasdiqlab, muhokama qilib, jamiyatga tarqatishi kerak edi. Undaqla emas. Hatta bu qonunlarni asos qilib turib, Jumhur Xalq Jamhuriyatining asosiy qonunini o'zgartib, Mushu qonun asosi va o'zgartirilgan asosiy qonun asosida Tibetlarning huquqini, Uyg'urlarning huquqini qo'lga berishing kerak edi. Hech qachon to'g'ri muomala qilmading. Amerika Qo'shma Shtatlariga to'g'ri muomala qilmading. 2001-yil 12-oyda Dunyo savdo tashkilotiga seni elib kirdik. Sen iltimos qilding emas. Mush yo'l bilan Jungo taraqqiy qilsin. Mush yo'l bilan Jungo xalqi ummashdan tamoq yeydigan bir holatga kelsin. Faqat Jungo xalqining turmushini yaxshilasin degan bir niyatda biz seni Dunyo savdo tashkilotiga elib kirdik. Va'da berdim. Nizomnomalar, qonunlarga qo'l qo'yding, imzo qo'yding. Lekin hozirgacha
Sen Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti hükümeti üzən bəgə vədələrini iş qaşırmadın. Demək sen Amerika Qoşmuş Ştatları hükümetiga və G'arb dünyasıga to'g'ri muomala qilmading. Biz sen bile uçraşkan günden tatip taki hazırgacha 360 gündigidek avvalida Tibetlerinin kişilik hukukunu ta'kidlab keldik. Keyingi 20 yılda Uyg'urlarning kişilik hukuk meselesi ta'kidlab keldik. Pisand qilmading. Hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Siyaset o'zgarish bo'lish bu yoqda tursin. Bugungi kunda Şinjan başta aytgandek turmalashtirildi. Jazo lageriga aylandırıldı. Sen bizge to'g'ri muomala qilmading. O'tgan yil 6-oydan boshlab Şangan, undan burun 92-yili, yani 92-yildan burun 97-yili Şangan sana qaytib kelgicha biz 92-yildan boshlab 20-asrning Şangan to'g'risi siyoset belgiladik. Bu siyasetning ro'yi Şangan'a xuddi bir davlatga, undaq demasak bo'ladi, bir avtonom rayon, oliy avtonom rayonga ega bo'lgan bir rayonga muomala qilgandek muomala qildik, bojni kechirim qildik, boshqa xalqaro qonunlarning hammasini taqdim qildik. Hatto Şangan'ning taraqqiyotiga asli qo'shishga bo'ladiganligi pul muomala sohasini rivojlantirib o'ng'aylik yaratib, Şangan'ni xalqaro jamiyatda pul muomala markazilik o'rniga ega qildik. Oxirgi qatim o'tgan yil 6-oydan boshlab Şangan'da yarim yil namoyish bo'ldi. Biz ta'kidlab keldik. Boshdan oxiri aralashdik. Şangan Hong Kongga berdigan avtonomiyani to'g'ri tut. O'zingning bagan qonunning negizida qonunning bo'yicha Şangan'ga shundoq muomala qilishni o'rgandik. Oxirgi hisobda o'tgan yildan boshlab, o'tgan yilning oxirigacha boshlabmi? Başlap sen ahire o'tgan yilning oxiridan boshlab sen ahire Şangan'ga 30 kundan boshlab Şangan'ga Jungocha yoki Şangancha Hong Kongcha davlat bexatarligi qonuni deydigan bir qonunni taqdim qilib, bugungacha Şangan Hong Kong xalqini bostirib kelding. Tünügül Latin yok yerden putak çıkarıp bütün Hong Kong bo'yicha davolashni tekshirish, ya tekshirishni davolashni elib berish. Bütün Şangan xalqini, dunyoda bunday qoida yo'q. Kasal bo'lgan kishi doktorga kelsa sen tekshirsanlar bo'ladi. Majburlab uni tekshirishdan hojat yo'q. Chunki 9-oy yetib keldi. 9-oyda qonun chiqarish komitetini saylash payti yetib keldi. Sen shu paytda azar eylab, yana namoyish ko'tarilmasin deb Şangan xalqini, Hong Kong xalqini okroyni, yoki bütün qamal qilishni ishga tushirdi. Demak, sen Amerika Qo'shma Shtatlariga to'g'ri muomala qilmading. Xalqaro jamiyatga to'g'ri muomala qilmading. Hammani qo'yib turaylar. Bugun biz sana o'tgan yil 1-oy, bu yil 1-oy, o'tgan yil 12-oyning oxirida Wuhan'da yuqumliq virus paydo bo'lganda sana yordam qilaylik dedik. Doktorlarni avatib tekshiraylik dedik. Bu virusning tarqalishini cheklaylik dedik. Bunun sebebini sen bizga aytib ber dedik. Pisand qilmadan Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti hükümeti. Onu az degandek bugungi kunda yuqumliq virus bütün dunyoga tarqaldi. Bir Amerikani misalga alsak, Amerikada tünügüllerden 170 ming nafar Amerikalik vafot bo'ldi. Sen tarqatgan yuqumliq virus. Navarro shundaq dedi, Oqsaroyning maslahatchisi. Bu yuqumliq virus Wuhan'da tajribaxonadan chiqib ketdi dedi. Men deyman, qasddan qo'yib berilgan yuqumliq virus. Chunki Xitoyning nazariyasida, urush nazariyasida darajadan tashqari yoki chekligili bo'lmaydigan urush nazariyasi bor. Yuqumliq virusni ya chegarada cheklab qolg'ili bo'lmaydi, ya doktorxonada cheklab qolg'ili bo'lmaydi. O butun dunyoga tarqaldi. Bugun 170 ming Amerikalik vafot bo'ldi. Onun bola chaqasi qo'shganda 1 milliondan ortiq Amerikalik mushu zardab, mushu uqubat, mushu ochiq kunlarga giribtor bo'ldi. Amerikada bir demokratik davlatda yashayotgan Amerika xalqi 170 ming nafar kishi yuqumliq virusdan o'ldi. Sen bizga to'g'ri muomala qilmading.
Cungo Kompartiyası hükümeti sen bizge doğru muamele kılmadın. Biz sen bile soda uruşı elip baktık. Soda uruşı elip bardık. Tamojne bece elip bardık ya tamojne bece koyup baktık. Senin de kaynınki yanıdığın hiç kandak bir iş görülmedi. Mesela alaylı Şinjan Uygur Abdunum rayonunda. Yani müstemlike Uyguristan'da horlaş, besim işletiş, kıynaş, türlük vasıtalarını işiltip öldürüş, aç koyup öldürüş, ayağastı kılış, şu insaniyet kalbinden çıkan barlık lükçek vasıtalarını hemisi işlettin. Halkara cemiyetin itirazı köz gelmedin. Amerika Devlet Meclisi'nin narazılığını köz gelmedin. Amerika Koşmuş Ştatlarının siyasetlerine ve kişilik hukuk siyasetlerine köz gelmedin. Sen bizge doğru muamele kılmadın. Bugün ben sizlerge sözlüsem hürmetlik vatandaş, başta Prezident Trump dedi ki doğru muamele kılmadın. Doğru muamele kılmasan, prensipke amel kılmasan, ikimizden oturursun münasebet yok. Şunu Cungo iktisadı bilen Amerika iktisadını ayırıp taşlayımız. Prezident Trump'ın tünügen sözü şu, bugün sizlerge biz bunu yetkizdik. Endi ahırdaki makale nimeydi? Gorbaçov'un yolu Avrupaçı yol. Cungoluk'un yolu Asiyaçı yol. Gorbaçov'un yolu medeniyet zimride medeniyet görüp çoğun bolgan Rus milletinin yolu. Asiyaçı yol medeniyet disimi feodal medeniyet. Toprak zemin desim feodal toprak ve zemin. Şunu da çoğun bulup ösken siyasi adamlar yaki merkezi komitet bugün günde seliştirip baksa Gorbaçov'un nime dedi? Nayte çıraylıkça halak buluş. Sabık Sovetlerini çıraylıkça halak buluş. Yolu elip girdin. Topalanı yok. Kalktı soktu yok. İçki uruş yok. Cidel mecra yok. Sabık Sovetler şundak tinç yolla çıraylık tügüdeydi. Cungo Kompartiyası hazır. Zoruvallık, üstüge zoruvallık. Şincan'ı cezalagırlaştırış. Cungo'nun işki kısmını siperlaştırış. Bütün türme muşalgı elip geldin kiyen vaktanı vakt gelip Kompartiya halak olsun Cungo cemiyeti ne vardı? Cungo cemiyeti nime işler 101'di? Ahır Abdur'dan çıkan hulası nime? Gorbaçov sabık Sovetlerini doğru yolga başlap ve doğru yolunu boylap menep çıraylıkça ahırlaştırdı. Müstabitizmni, despotizmni. Cungo Kompartiyasının başlığı Reis Xi Jinping tetir yoluyla menep hazır Cungo halkını hemmeden bizar kıldı. Bütün karşılık, milletler dokunuşu, fıralar dokunuşu, bu cemiyetki endi bunun deyken elip kilidin akıbetin nemi buluşunu Cungo Kompartiyası ağdurluğa vaktıdır körümüz. Deyişi vatıdı güzetkiçiler. Biz hem şundak deyimiz vatandaş. Bugünkü leksimiz müşahede toxtadı. Muhakeme müşahede toxtadı. Şunun dikkat kılın ki Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezident Trump efendi sen bana doğru muamele kılmasan Cungo iktisadı ile Cungo Amerika iktisadını ayırıp taşlayman. Demek biz başta keltirdik, Cungo Kompartiyası Amerika başçılığındaki halkara cemiyetke hiç kaçan doğru muamele kılgan emas. Çünkü Cungo'da yok almaydıgan, leki işki aşmaydıgan, rüyapka aşmaydıgan bir kaide Xitay için neziriye, ya Xitay feodal ideologiya şu ki dağıtığın tiyanşa. Bütün dünyanı birlik keltiriş, insaniyetini azat kılış. Bugün Reis Xi Jinping'in sözü bile etkanda Cungoluk'un tüşü, insaniyet ortak gövdesi, ala şehrin. Yani bunun neticesine körediğin vakt geldi, Cungo Kompartiyası